Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Mana do'stlar, xunojin ishqibozlari uchun to'rbosh xunojin ko'rsatamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'idan do'stlar. 25-avgust haftaning seshanba kuni 2026-yil sanasida do'stlar video obzorni boshladik. Abduqahhorni xonadoniga kelganmiz. Abduqahhordan mana chiroyli xunojinlar ko'rsatamiz. Narxlari, sifatlari yo'q bo'lsa savdolashib olaverasizlar. Mana ola qoran chempionlari va bir bosh gibridi bor. Abduqahhor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, keling. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, tuzamsiz? Alangali salom. Obunachilar nomidan va alaykum assalom sizga. Gap yo'q. O'sha tomonga o'tib olamizmi? Yo, shu yerda bosib o'raveramiz. To'rt bosh xunojin. To'rt bosh xunojin aka. Yana bormi ichkarida? Ichkarida bor, ular charchoq chiqqan yo'q. Xudo xolasa erta ular charchoq chiqqan bo'ladi, uzoq yo'l bosib kelgan. Tayyori shu to'rt bosh, ha? To'rt bosh, ha. Yo'q, ma'lumotlarni beraverasiz, sekin narxlar bilan tanishtirasiz, ishqibozlarga ko'rsatib beraveramiz-da. Aka, mana shu monosi nemiz? Qaysi? Mana busi, kattasi. Mana shumi? Baqbaqalari kelgan. So'rakana, shoxiy variantidan polvon mana. Polvon varianti. Karabkalar butun. Bunisi? Bunisi gibrid, simental gibrid. Simentalga gibrid teksmol ekan mana shu do'stlar. Ostlar. Mana ikkalasi rossiyskilardan, ha? Ikkalasi rossiyskiy. Mana taglari ko'rindimi? Chempion ekan, ha? Bittasi to'qol ekan, ha? Ha, bittasi shu, zavodskiy to'qol. Qani haydovchilik chivanchtiriblarga mollardan ko'rsatsin. Mana do'stlar, 4 ta bo'y basti bir-biriga teng, qarlab olaman deganlarga zo'r tushaveradi. Mana shu bittasi tagi qo'lni ko'rsatmaganmiz, mana chekkadan. Zo'r, 4 ta uzun ekan. Xo'p, bular narx-navolari qanday bo'ladi? Aka, narxlar bomba bo'ladi. Yo'lida bo'ladimi? Aksiya bo'ladi, ya'ni har doimgidek. O'tgan safargi mollar nima bo'ldi? Aka, o'tgan safargi mollar 2 soat ichida sotilib ketdi. Uning orqasida Xudoga shukr 4 ta 5 ta mol sotib oldim, aka. Yo'q, omadingiz bersin. Bulardan beraverasizda ishqibozlarga mana terilib turibdi-yu. Bulardan beramiz ishqibozlarga, aka. Narxlar boshlayveramiz. Aka, birinchi o'rinda yeb ichishi, sog'ligiga, Aha. hamma yo'liga garantiya beramiz, aka. Hop. Yana nimasiga garantiya? Eski matkabasligiga garantiya beramiz. Qoniga birinchi o'rinda. Gap yo'q. Bemalol tekshirib olaveradi. Sinovdan o'tdi, sizni Aka, tekshiruvingizdan o'tib bo'ldi bular. hamma yo'q bo'lgan, aka, mollar. Xo'p, Yeb ichish sog'liklari. endi narxlariga o'tamiz. Narxlar aka, hammasini bir yerga yetsam bo'laveradimi? Donalab, juplab aytamizda. Endi bitta olish ham mumkin, hammasini bir joyda olish ham mumkin. Endi Ha, bo'ldi aka. shunday qilaylik, xaridorlarga qulay qilib aytaveraylik. Mana shu simentalga gibrid necha pul? Mana simental gibridmi? Aha. Aka, mana shu 18,5 million. 18,5 kam bor. Aha. Kelishtirib aytaverasam, men so'rab bozor qilib o'tirmay, Bo'ldi aka. bir yo'la kelishtirib. Ketdi 18 degan joyiga. 18 million ozgina kami bor shu gibridga. 18 million ozgina kam bor. Bo'yini balandligi necha chiqadi? Aka, bo'yni balandligi Xolis aytamiz, ha? Xolis aytamiz-a. Biri 7, biri 10 dan pastroq lekin. Biri 7, biri 5 dan baland. 1.5 bilan 1.10 orasida, demak. Gap yo'q. Orqasi balandroq chiqishi ham mumkin, ha? Orqasi 1 10 bemalol chiqadi. Mana bu nemis deganingiz ham zo'r ekan, tekisligi yaxshi. Endi qaysini aytasiz narxini? Bitta aytaverib, ko'rsatib, keyin bitta juplab aytaverasiz. Hammasini bir joyga ham aytib qo'yasiz. Aka, mana bu rossiyskiymiz. Mana shu ko'rinib turgan, mana shu. Xullas, mana shu ikkalasi ham 18 milliondan. Aha. Ikkalasi ham. Narxlari yaqin ekan o'zi bir-biriga. Bir-biriga yaqin hammasi. Ikkalasi 18 dan. Kami bor. Narigisi aka monosi 20 million kami bor. Nemis deganingiz. Aha. Bu nemis ham rossiyskiga gibrid ekan, ha? Ha, rossiya. Ha, nemis bu bayağı uzundan bas ekanda, polvon yerga yaqinligi yaxshi. Kallalar. Chiqdi. Qani, o'zini ko'rsatchi. Xo'p, endi hammasini bir joyga so'raganga ham bir kelishtirib, bitta yopishtirib aytib qo'yingchi. Aka, hammasini bir yerga so'raganga 18 million kami bor. To'ralasi bir yerga. Mollar ajratidan mollar emas. Hammasi bir yerda bitta qo'rada tushib maqlidan mollar. 18 dan kami bor, ha? 18 dan kami bor bir yerga. Silab qo'yaylikmi? Ha? Silab qo'yak.
Bo'ldi aka, yana 200 ming so'm o'tib berdim mana. 200 ming yarashmaydi-da. Yo, aka, 500 ming 500 ming o'tib yuborak. Yaqin o'tyapman. Obunachilar o'ziga o'tib beraman aka. 17,5 dan hammasini bir joyda kami bor deb qo'yaychi nima bularga? Yo aka, obunachilarga nima qilamiz? Xo'p, qanchadanga to'xtayapti shunda? Sizni aytishingiz bo'yicha 200 ming kam 18 milliondan bir yerga 17 million 800 dan. 17 million 800 dan. Mollarni bo'yi ham aka, mana bir o'ndan kam emas. Ostini qarang. Mollar ostini qarang. Hammasi karokalarga e'tibor bering. Mollar zo'r. Narxi ham zo'r bo'lsin-da. Maqsad sotishda aka. Endi baland narx aytib keragi yo'q. Obunachilarga ham qiynab, o'zimda ham qiynab. do'stlar, qisqa videolar Chorva Faiz Instagram kanalimizga ham joylanyapti. Ekrandagi raqamlarga bog'lanib, bemalol savdosini qilib olaverasizlar. Donalab ham sotadi, hammasini bir joyga ham sotasa. Kelishib olinsa dastlabkilar. Qaygacha? Jup olinganga vodiy bo'ylar. Bir dona olib qolsachi. Kelishamiz unda. Ko'p qo'shilib ketmaydimi? Yo'q, yo'q, ko'p qo'shilmaydi. Shu 17,5 dan deb qo'ysak, shu boshqacha bo'layotdi. Ozgina so'rab olsin, oxiri. Yo'q, aka, o'zlariga o'tib beraman. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, bitta like bosib, kommentariyada fikr mulohazalarni qoldiraverasizlar. Mana qo'ldan kelgancha narxlarni tushirib qo'ydik. Endi qolgani sizlarning mahoratlaringizga bog'liq. Yoqqanini kelishtirib savdo qilib olaverasizlar, lekin mollarning sog'ligiga, ishtahasiga, Zotiga, parodasiga va bilan tuyoqlariga, hamma narsasiga garantiya berilyapti. Ishonchli joydan olaverasizlar. Endi hozir nima ko'p, mol ko'p. Sotuvda mol ko'p, lekin ishonchlilardan olinsa, yaxshi mol, yaxshi foyda qiladi, xudo xolasa. U oborib olib, soyinga hashak tomosha qilib tursa ham yaxshi ish emas. Bularda ishtahasiga garantiya berilyapti. Do'stlar, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Manzil Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Guliston qishlog'i. Abduqahhor ukamizdan video obzor qildik. Yoqqanini savdo qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, hammaga omad. Yordamchilarga ham katta rahmat.